أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Bugünkü dersimizin temsil uskut ya kâzib. Yalğancı ağzınıcım. Qasada Emirul Mu'minin Süleyman ibn Abdülmelik munsarifahu minel hac. Ya da munsarifatun da munsarifahu da. Munsarifa diyen kettir yamuldu. Hac'ın qaytışı da deymiz. Halife Süleyman ibn Abdülmelik yani Emirul Mu'minin Hac'ın qaytqan çağda sanatı 98 hicra Hicretinin 98. yılı iken Medine'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şerif qarab yol aldı dedi. Yani hacı qıplaq Medine'ge menuptu. Li ziyareti qabrihi eş-şerif. Resulullah'ın kabri mübarekini ziyaret qilish uchun Medine'ge atlanıptı. Süleyman ibn Abdülmelik bu Umayyiler halifelerining birisi. Hazreti Muaviye'nin avlodlaridan. Yani Abdülmelik ibn Marwan'ninki o'g'li. Bu o'zine ait fasahatlik yaxshi xalifalarning birisi. Shu chaqda qilijik ishlarni tuzashtirib, o'zidan keyin xalifa Umar ibn Abdulazizga vasiyat qilib qo'yib ketgan xalifa. Wa kana ma'ahu min zawi khassatihi Ibn Shihab az-Zuhri. Zawi khassati degan o'zining xos amralaridan o'zilan billa Ibn Shihab az-Zuhri bor dedi. Ibn Shihab az-Zuhri nurg'un hadis asarlarini rivoyat qilgan cho'ng olimlarning birisi. Tabi'i. ورجاء ابن حيوة رجاء ابن حيوة ما بما كتعلم لنا بس شو الزمان ذيك عمر بن عبد العزيز ما وزير وقد أقام بالمدينة أياما شغلا أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك مدينة برنامج كنت ربطه وفد إليه في خلالها وفود الناس من كل جهة أش برنامج كن إشدا خلالها دي من إشدا ونو وزورها خلقنا نورغون أمكلره هم تربطن كليشته وأتاه فيها وجوه أهل المدينة وفقهاؤها. Aşkıllada Medine'nin yüz abroylu kişileri, çoğunları deyler. Ve yana fakihleri, ulemaları ve faziletlik zatları hemmisi onun huzuru kılıp, ziyaret kılıp, saat okudu. Vücuh diyen yüzlük kişiler demiş. Yüzleri, gül tacısı, çoğun aksakalları geldi. Mutalada bu vücuda bunda okumuşsa, kimseye çıkıp kalsa yüzleri de kitlanıyor. Vecih diyen diyoruz ama Medine'nin yüzü boğudak aşında adamlar demek. Medine'li kandarak bir adamlar varsa şunu kösetkili olduğu, şurada yüzleri Medine. Yüz abroylu, hürmetlik aksakalları. Ve ulemaları ve hiyar ve aşında faziletlik, yaxşı ibadet köy kişileri kirişte. وسأل سليمان في حديث له مع بعض هؤلاء. Aşılarla paranlaşkında Halif Süleyman da söyledi dedi. Ama هؤلاء رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Biyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini köygen bir kişi yok mu? Yani bu Süleyman ibn Abdülmelik ilim marifetke nahayet kızıqıdığan edebiyat, fasahat seviyesi yukarı kişi boğaçka ilim eliş için hem nasihat anlaş için şunların sorab izleyelim. فقيل له بلى يقبى هنا أبو حازم بهذا أبو حازم ينكشفها أدرك منهم من أدرك أشولادن يقولون من صحابة رسول الله رسول الله صحاب الأردن نورغن كوجان أدرك منهم ما أدرك ديان ناجق كوجان ولادن ديان بزرگ فغشيهم من اليم ما غشيهم مش أسلوب كاسة صحاب الأردن نورغن صحابنا كوجان تابوكشة ديان وأخذ عنهم فقهه وعلمه وأش صحابلادن مش أبو حازم أذن علمنا وفقنا أغنته جنجنته ولو أرسلت إليه يا أمير المؤمنين أتاك أجر جنابلره يا أمير المؤمنين وننغا آدم يبارسله سلم وزرلرغا كلته ديشته فبعث إليه فجاء ودخل فلا وننغا آدم يبارسته وكالده ليله كلت şu sorunga kiripti. Ve aqama yantazirul izne fil julus. Oturashqa icazat kutib dam turibdi. Yani otaslar demibdi unga. Şuna anda Türkistan. Hem o kişimi anda adabli bo'lgan ekan, otas demisi qachida o'tiramay qopdi. Shu ijozat bergan chog'dan o'tiranga bo'lmasa, kelgan qachida o'tirasa bo'lmaydi. Bular boshida xalifalar, ulamalar, vazir-vuziralar sorunda shundan. وأبطأ عليه الإذن
şey'an. Bununla ottasla deb icazat verish sal kechikib qopdi. Yani qasdan kechikkan bo'lishi mumkin. Qanda inkas qilgandek yoki boshqa ishlar bilan mashg'ullab uni bilan o'tkazib ijozat bermagan bo'lishi mumkin. Fa alqa ukazahu va jalas. Shundan aslida trakka tashlab o'tiraverdi. Ijozat kutmaydi. Saqlab qo'ygan ekan. Wa alqa alayhi Sulaymon avval nazara. Qancha sirib bizdan turib qo'yib, aslida tashlab qo'yiblam, qancha o'tgan ekan. Xalif Sulaymon da unga birinchi qatim nazar tashlabdi. Uni diqqatini tortdidan unda qilgani. Fa'azrathu aynuhu. Shundan uning ko'ziga to'n adam ko'rindi bu Abu Hazim. Chunki ham bir xil adabsizlik qildi. Ha. Uning ustiga ham taqtirqa balki ko'rimsiz bo'lishi mumkin. İzra'a rajulan aqwara a'raj. Chunki u deganda chunki u o'zi to'kur, ha? To'kar odamdan birni yana ko'zi ko'rmaydigan kishi ekan. O'tgan odammi? Ha, Abu Hazim. Bir yo'q, bir ko'zi yo'q odam ekan, bir ko'zi ko'rmaydigan, ha? Aqwar deganda avar degandek, bir ko'zi ko'rmaydigan kishi ekan. Shunda bunda qarablam, ham anda adabsizlik qilgandek bir ahvol bo'lgan ekan. Hem taqdirga qarab nazardan chiqibdi odam. Tayinli odam kim bu deganda. Va kallamahu Sulaymon faqala. Shundan bu xalifa unga gap qildi. Gap qilib, "Ma hadal jifa allazi zahara minka ya Abu Hazim?" Ey Abu Hazim, sizdan namoyon bo'lgan yoki o'ttirga chiqqan ma qo'pollik nimish bu? Qanday gap bu degandek, ha, qaygan shaklda. Jifa deganda biz o'qidik. Ha? Da Arabiyda anda qo'pollar jirik fatwa. Wa antal mawsufu bi ru'yati ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabalarini ko'rgan deb sifatlangan bir zot turug'liq. Mushunda qo'pollik qilsang bo'lamdi. Ma'fadlan va dinin tudgarbi. Teg'isining fazilating va diyonating shunda isil deb hammalar shunda deydigan turug'liq. Mushunda qo'pollik qilsang bo'lamdi. deb kayıttı. Fakat Abu Hazim, sonra Abu Hazim debdi ki: "Ve ayyi cefa'in ra'ayta minni ya Emirel Mu'minin?" Menden qanda bir qo'pollik jirik ko'rdiki, ey Emirel Mu'minin deb so'rabdi. Faqala Sulaymon: "Innahu atani al-wufud." Sonra Xalif Sulaymon mening huzurimga ummatlar keldi va atani wujuha al-Madina va fuqaha'uha va khiyaruha. Madinaning fazilatli kishilari, fuqaholari, ulamolari, yüz obro'li kishilari hammasi keldi. Va anta ma'dudun fihim. Sen mo ashularning qatoridan sanalsa, ma'dud degan sanalgan. Va lam ta'tini. Shunda to'g'ri sen kimdinggo? Bak hamma fazilatli kishilar keldi. Degan faqal Abu Hazim, nima jafa degani so'run chigan chaqda o'tiravaginni demoqchi emas ekan. Ya'ni boshqalar bizni yo'qlab kelsa, sen yo'qlab kelmada demoqchi ekan. Faqala Abu Hazim: "Ma jara bayni va baynaka ma'rifatun hatta atika alayha." Men bilan sening o'tirangda bir tunishchilik yo'q. Tunishchilik bo'lgan bo'lsa-da, uni kelsin bo'ldi. O'tirimizni bir-birimizni tanishmaymiz. Nima uchun kelganman? "Wala li 'indaka hajatun fa ana atlubaha." Yoki mening sendan so'raydigan bir hojatim yo'q. Hojatim bo'lsa-da, undan men sendan uni so'rasam bo'ldi, talab qilsam bo'ldi. Unda bo'lmaganligi nima qilibdi? Wa sami'a Sulaymon hadal kalam fastawa fi majlisi. Shuna Sulaymon mag'atni anglablam, o'tgan joyda g'achchida taxim rus o'tiribdi. Tura bu qanday gap ma'voda. Odatda bunday gapni anglab boqmagan bo'lsa, xalif boshqa kishilarni. Wa qala sadaqa shayx. Bu aqsaqal rasidda debdi. Sonra qala: "Ya Abu Hazim, ma lana nakrahu al-maut?" Ey Abu Hazim, biz nima uchun o'limdan qo'rqamiz? deb so'rabdi. Qala: "Li'annakum akhrabtum akhiratakum." Chunki sizlar oxiratinglarni xarob qilyaptinglar. Va ammartum dunyakum. Dunyoyinglarni obodlashtirdinglar, gullantirdinglar. Fa antum takrahuna an-naqlata min al-imran ila al-kharab. Shunga, sadga misal shunga, shunda bo'lg'achqa sizlar gullangan obod joydan xarobliqqa yetkilishni yoqtirmaysizlar. O'limni yoqtirmasliginglar shu sababdan. Qala Sulaymon: "Sadaqta." Rasululloh ey Abu Hazim. Fa kayfal qudumu ala al-akhirah? Sadga misal undaqda oxiratga berish qanday bo'ladi? Qala nishada sizni qolimi? Ya qala na'am. Abu Hazim hozir javob berdi. Qala, yani Abu Hazim na'am. Xo'sh.
Ammal muhsinu yaxshilik qilgan kishi fa innahu yaqdumu alal akhirati kal g'aibi yaqdumu ala ahlihi min safarin ba'id. Yaxshilik qilgan kishi oxiratga xuddi masalan uzun safardan kurashmagan oilasiga uzun safardan kelgan kishidek ashundoq intilib taqazzolab oldirab keladi. Va amma qudumul musii fakal abdul abiq. Nacharlik qilganlar bularning kelishi bo'lsa, oxiratga berishi xuddi xo'jayindan qochib ketgan qul kelganda keladi. Bundan tutib kelgisini eklimizga abiq degan qochib ketgan ham. Iz abaqa ilal fulkil mashhun yu'khadu fayushaddu kitafuhu. Yu'khad degan tutildi. U tutilib fayushaddu kitafuhu. Ondan bağlanishi qattiq bo'ldi. Kitaf degan bog'lash. Maktuf deymiz-ku. Qattiq bog'landi. Fayuta bihi ala saddin faddin ghalidin. Sizin saddin mi? Siddin. Yoki saddin. Şola uni nega elib kelindi desa, nayt qo'pol tom bir to'saq desang bo'ldi. Sadd ya sid bo'lishi mumkin. Bir to'saq elib kelindi. Fa in sha'a afa va in sha'a azab. Şo'lan yani Alloh xolisa uni afu qiladi, Alloh xolisa azoblaydi. Fasta'bara Süleyman. Şo'lan Süleyman ko'ziga yosh oldi. Sabr degan ko'ziga yosh olib, qayg'urib, yosh to'kay deb qoldi degan. Va baka bukan shadida, an qattiq yig'lab ketdi. Va baka man hawlahu, atrofidagilar yig'lab ketdi. Summa qala layta sha'ri. Layta sha'ri degan kashki bilsam ekan degan bo'ldi. Sha'ra degan his qildi, tuydi, bildi degan bo'ldi. Layta degan kashki. Kashki bilsam ekan, ma lana min indillah ya Aba Hazim. Allah'ın o'zida bizga nima bor? Shuni bilsam ekan deb so'rabdi Abu Hazimdan. Abu Hazim debdi: "Ya arid nafsika ala kitabillah. Sen o'zingni Allohning kitobini bunda tanlab baqdin, chinab baqdin. Fa innaka ta'lamu ma laka indallah. Tanlab baqsang, sana Allohning huzurida nima borligini bilalaysan." Qala Süleyman: "Wa ayna usibu tilkal ma'rifa?" Men mushu bilimni yoki mushu tunishni nerda topalayman, nerdan hosil qilalayman? Qala 'inda qawlihi ta'ala: "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Mush oyatda aniq mushunda ko'rsatib qo'ygan mana. Mush oyatdan gacha topalaysa, mush mazmunni demoqchi. Ya'ni yaxshilar haqiqatan o'sha na'im degan jannatda yoki unda o'zralar bo'ldi, asilar, fujjarlar jahannamda bo'ladi degan oyat. Qala Süleyman: "Ya Aba Hazim, fa ayna rahmatullah? Fa ayna rahmatullah ya Abu Hazim? Undaqsa Allohning rahmati nada?" Qala rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Allohning rahmati yaxshilik qilgan, ihson qilganlarga yaqindir. Ala inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin degan oyat bor. Va sa'ala Süleyman faqala ya Aba Hazim. Süleyman so'radi: "Ya Abu Hazim, ma aqlun nas? Kishilarning eng aqli kim?" Qala man ta'allama al-ilma wal hikmata wa 'allamaha an-nas. Ilmni o'rganib, hikmatni o'rganib, ashularni xaloyiqqa o'rgatgan kishi eng aql kishidir. Qala faman ahmaqun nas? Targan undaqda amisa kishining eng ahmaq kim? Qala man hatta fi hawa rajulin wa huwa zalimun. Bir kishining havoyi havasida to'xtagan, tugan kishi zolimdir. Ve huve müşahede kimi qaytıdı? Racul qaytamdı. Yok menge. Racul qaytıkken. Yani yakın olsa racul qaytıdı. Ayında zalim bo'lgan bir kişinin havoyi havasiga to'xtab şaya turib bergan kishi. Yani hatta diye hazır aşağı to'xtadi, turdi. Şunu mahatta deymiz o. Bekat. Mahatta degan bekat. Yani to'xtaydigan joy. Turaq deymiz mesela. Demek bir zalim kişinin havoyi havasiga havuda tenkesh qilib bergan kishi endi. Faba'a akhiratahu bidunya g'ayri. Shuning bilan o'zining oxiratini boshqa kishining dunyosiga almashtirayotgan, tekshirayotgan, setayotgan kishi. Ya'ni o'zining oxiratini qo'ldan birib qo'yib, qanday qildi? Boshqaning dunyosini atraf bir so'l dunyosi qo'lga chigizgan bo'ldi. Qala Süleyman: "Fama asma'u ad-du'a?" Undaqda duanın en icabet kıldığını qaysa, ve adam anlandığını dedi. Bu anlayıştan maksat icabet kılınış.
Yani Allah Teala qanday duoni bek anglaydi degandek. Qala duaul mukhbitinal khaifin. O'zini tuvan tutadigan, Allohdan qo'rqib turadigan kishining duosini bek anglaydi Allah Teala. Yani bek ijobat qildi. Mukhbit degan tavazu ya kamtar bo'lgan, o'zini tuvan tutgan kishi. Mukhbitin deb Qur'on karimda bor. Mukhbitin degan Allah'ın ulug'liq oldida o'zini shunda tuvan tutgan, yelingan holatdagi kishi degan. Ayında yelingan, o'zini tuvan tutib, kamtarlik bilan, muhtojlik bilan qilgan duo eng ijobat qilingan duodir. Qali Sulaymon, "Fama azka sadaqati indalloh." Xalif Sulaymon shundan, undaqda Allohning huzurida eng pok sadaqa nima deb so'radi. Qala juhdul muqil. Abu Hazim debdi, juhdul muqil. Qo'lda az bir narsa bog'lab shu tapalig'ini sadaqalagan kishining sadaqasi eng pok sadaqa bo'ldi yoki eng qabul bo'lgan sadaqa bo'ldi. Juhdul muqil degan, muqil degan az bir narsani topgan kishi deydi. Juhd degan butun kuchi. Ya'ni masalan qo'lda 10 ko'y bor ekan, shu 10 ko'yni ham shuni sadaqa. Bu xuddi 100% millini iqtisodni sadaqa qilgandek bo'ldi. Tamam? Juhdul muqil. Yani tapalig'ini degandek. Qala Sulaymon, "Fama taqulu fi mabtulina bihi." Undaqda meshimiz kelgan bu sinab ishda qanday qaraysa, yani xalifalikka demakchi. Buni mansab tutib qoldi qamlarimiz. Allohu akbar. Mushahidis kelgan jahdul muqil yoki juhdul muqil. Jahd sanoldi, juhd sanoldi ikkalasi to'g'ri. Mushahidis kelgan lafzda shu. Sura Tavbami, Anfalmi? والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. أين أصحابنا أشو تبو غزتما شونغن مخيان شغدا تفعلغن مثل أكيد. كل ناس وصل أكل مشون تفعلون ده مخيان شغدا منافلا مسخر كيغان. مش بيجي آغام سنة كبتون ما هو بيجن خوما كبتون بونولان bir qo'shin benimiz ketalar. Siz kalkamadan narsalarni mushu riyoxo'rlik qilib, men bunda sadaqa qildim deb akaginni deb bunda zanliq etgan chaqda o'sha oyat tushgan. Allazina la yajiduna illa juhdahum fayasqaluna minhum sakhirallohu minhum. Qulul afwa mandub holatdagi sadaqani deydi. Zakatdan masalan, u farzimizdan keyin biz qancha miqdorni qilsak bo'lsa, unda ortiqni qilsam bo'ldi dedi. Lekin birisi qilib tabalig'ini hamma qilibasiz-ku, qilsam bo'lmaydi degan shu. Qala Sulaymon, "Fama taqulu fi mabtulina bihi." Biz sinalgan mush xalifalik, podshohlik ishida sen nima deysan? Qanday qaraysan? Qala Abu Hazim, "A'fina min hada va min al-kalam fihi." Buni gap qilishdan, bu ishdan bizni qutulib qo'ygan bo'lsalar, mushunda bir gap qildirmagan bo'lsalar, kechirayotgan bo'lsalar, nimachi? Aslahakalloh, Alloh sizni solih qilsin. Qala Sulaymanu nasihatan tulqiha. Yoki nasihatun tulqiha. Undaqda bizni deydigan beradi nasihatdan bo'ladi debdi. Faqala ma aqulu fi sultanin sufikat fihi dima'ul haram. Yani to'kish haram qilingan qalla to'kelgan mushunda huquq davlat podshohlikda men nima deydim? Yani mush podshohligimda nurg'un qalla to'keldi. Bunu nima bağlayman da şu çataqamda bu işmoqchi. Va qutti'at bil arham sil rahimlarni uzutildi. Aşında tuqqanlarni o'tirilgan podshohligimda akuflar bir-birini o'tirishadigan bunda ishlar. Va uttilat bil hudud Allohning belgilgan jazolari ijro qilinmay bekor qilinib ketdi. Amaldan qoldirilib qoldi. Va nukisat bil uhud ahdlar buzilib ketdi shunlar. Shu huquqni deb. Va kullu zalika li jam'i mata'ad dunyal mushina. Shuning hammasi ayiblik dunyoning narsa keraklarini, mol matolarini to'plash uchun. Mushina degan ayiblik. Ayibnak desak bo'ldi. Thumma lam yalbathu an irtahalu anha. Ondan uzun turmaylan nurg'un mol dunyo yig'di. Yig'iblan podshohlar vazir uzralar uzun turmaylan dunyoni tashlab asta ketib qolishdi. Yani oxiratga, qabriga ketdi. Fa layta shari. Shuni bir bilsamkin kashki. Ma taquluna va ma yuqalu lakum. Sizlar shu qabriga borgan chaqda, Alloh oldiga borgan chaqda siz nima deb javob bersizlar? Sizlarga nima deb so'rab qilindi, shuni bir bilsamkin. Qalini bir eg'ir demoqchi.
فقال بعض جلسائه من المنافقين شو باقي الله مكان خليفنا قشدك بالله هم صحبت الله أطاعان بعض أمرالره منافق قلب دبتان بخشامات قلب شو خليفة يعني خليفة من دا قبول جاب قلامسا الدنيا بل ديندك من دا جاب نقيان بئس ما قلت يا أقوار كذيوق أما ديندك نمزجان ناشر جاب بو سنادر دعوت نجيب لا أمير المؤمنين يستقبل بهذا أمير المؤمنين من دا جاب لان خرشلام سا دب هذا خليفة جا صدق سلقيان قالت أنا كتومه شو كذا دايدم ده ها دل شلون جاب مشان فقال أبو حازم اسكت يا كاذب شلون أنا أبو حازم يلغنش أظن جم شنو بخشانة كل ده وقدنا فإنما أهلك فرعون هامان فرعون أمليت تاش هامان أهلك تدركان ويسلم من ده دسبلام ده مشون قرب ترام الله جزالم الله دب من ده خلي جرب فرعون أهلك لكن أش هامان شو أين وزير وزراء له إن الله أخذ على العلماء لا يبينونه للناس ولا يكتمونه الله تعالى علماءın aslında ahdal dedi. Muş ilimne Allah'ın şeriatine hükmüne halayka bayan kıpırsla yuşumaysla deb ahda ağan ey la yanbidunahu vara'a zuhurihim yani onu aklı çörüp taşlatmaslıkka bayan kıpırışki ahda ağan te yani ben hazır halife olsun başkalı olsun şu Allah bizden ağan ahd boyunca bayan kıpırvatama yuşusam bulmayız buna demiş. قال سليمان يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح ما فسد منا أبو حازم bizden büzlüketken ceylanı kanda un şeymez. Kala el ma'khadu fi zalika qaribun yasirun ya emiral mu'minin. Ya emiral mu'minin biyada qıldığa iş nayet yaqin nayet qulay. Ma'khad degan tutilgan joy degan, ha? Nayet qulay debdi. Fa asgha Süleyman ve qala. Shundan Süleyman quloq solib tanshab debdi, "Kayfa zalik?" Qanda u debdi. Qala ta'khudul mala min hillihi. Mal mulkni, baj, silah, mujnanasini halal yo'lidan to'playsa, olsa va tada'u fi ahlihi. Andın onu layık olan öz ahliga sarf qilsa va takuffu amma nuhita anhu. Sen to'salgan ishlarni qilmay bo'ldi qilsa, to'xtasa va tamdiha fima umirta bihi. Andın sen buyurilgan ishlarda andın onu qilaversa edip beriversa. Qala Süleyman ve men yutiq zalik. Kim bu bunun bardash qiladi? Qala Abu Hazim men haraba minan nar ila al-jannah. Do'zaxdan jannatga qochgan kishi bardash qildi bunga. Va nabada saw'al ada odatning qabohatini cho'rib tashlagan. Saw'a degan avrat ko'rimsiz sat ishlari degan bu. Saw'a. Shuni avratni saw'a deymiz. Aldaqa avratni saw'a deydi. Fabadat lahuma saw'atuma. Liyuriyama saw'atihima. Avrat degan qancha? Avrat degan. Va nabada saw'al ada odatning kabahatini cho'rib tashlab, odat degan mush xalifalar endi odat qilib oldiganmi? İşte zulm sabab, boychilik to'plab, naqshlik qilgan bir odat qildi. Mush odatning kabahatini cho'rib tashlab, ila xayril ibada. Alloh taolo qulchilik qilishga xayrlikka mangan kishi shuni bardash qiladi deb. Qol Süleyman ishabna ya Abu Hazim. Xalif Süleyman debdi, ey Abu Hazim bizga hamroh bo'lgin. Va tavajjah ma'na bizlar bilmangan. Tusib minna va nusib minka. Yani hozir javob shart. Bizga hamroh bo'lsang, bizlar mansang nima bo'lmoqchi? Biz sendan foydalanamiz, sen bizdan foydalansa, unda bir-birimizga foyda yetkazib o'tiladi. Qala Abu Hazim, a'udhu billahi min zalik. Bunda qilishdim Alloh taolodan panohlik tilayman. Qal Süleyman, "Valima ya Abu Hazim?" Ya Abu Hazim nima uchun panohlik tilaysa? Qala akhafu an arkuna ila alladhina zalamu fayudhiqanillahu da'f al-hayat va da'f al-mamat. Men zulm qilganlarga maylulab yiqilishdan qo'rqaman. Agar unda yiqilishib qolsam, Alloh taolo undan menga hayot mamatning azobini haslab ko'rsatdi. Qur'on Karimda bor, "Va la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Yani bir ayette laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Wa idhal la'adaqnaka da'fal hayat wa da'fal mamat.
Demek şu zalimlarga maylular, zalim bilan billolab zalimni avu deyishib, shunda bilmansang, u chaqda Alloh taolo ikkisi jazolatidi degan ma'no varmış oyatda. Demek mana zalimlarga maylular, rakana degan mayloldi, tularında xotirjam bo'lib billoldi degan ma'noda. Da'fal haya va da'fal mamat. Xuddi da'fa azabul haya, da'fa azabul mamat degandek bunda bir muqaddar bor buni. ضعف الحياة وضعف الممات. قال سليمان فتزورنا ناس بزمي زيارة مخلاصة بالماموسا. قال أبو حازم إنا عهدنا الملوك يأتون إلى العلماء ولم يكن العلماء يأتون الملوك فصار في ذلك إصلاح الفريقين. biz aşında kündük deydi. Padişahlar ulemalarının huzuru kilitdi. Ulemalı padişahın huzuru bo'lmaydi. Aşında bo'lgan ekan, mush tariqada bo'lsa ish ikkili guruhning yaxshiligi bor bunda. Ikkili guruh yaxshi bo'lib ketadi. Ulemalar padişahlığa xushamat qilib unda shariatni to'lg'ab bermaydigan bo'ldi. Padişahlar ilmning oldiga berish kerak demoqchi. Qali Sulayman fa'usina va aujiz. Amma sa'ada fa'digan amma sa shundoq bo'lsa, ziyoratga mukammalgan bo'lsa, sizga bir tapilaydigan gaplaring bo'lsa, tapilab qisqaroq bir nasihat qilgan, gap topilgan demoqchi. Ausina degan, ha? Qala ittaqillaha fala yaraka haythu nahak. Allohdan qo'rqdim. U seni cheklagan o'rinda, cheklagan ishda ko'rib qolmagay. Haythu degan joy. Seni niyati tumagan, ma'ishni qilmagan degan joyda Alloh seni ko'rib qolmagay. Wala yafquduka min haythu amarak. Miyadi bo'lgan, mayadi tug'in degan joyda seni topolmay qolmagay. Yani sen shu yerda bo'lgan edi. Qala Sulayman, "Ud'u lana bi khayr." Bizga bir yaxshi duo qilib qo'yslar. Qala Allohumma in kana Sulaymanu waliyaka fabashshirhu bi khayrid dunya wal akhirah. Ey Allah, Sulayman sening avliyalaringdan bo'lsa, uni dunyo va oxiratning xayrlik bilan bishorat bergaysan unga. Va in kana aduwaka, agar sening dushmaning bo'lib qolsa bu, faqud ilal khayr bi nasiyati. Uning ko'kulisdan tutib yaxshilikqa ilm mangaysa. Nala qilayotgan demoqchiman. Yaxshi duo qilib ekan, yaxshilikqa duo. Nasiya degan cho'qsiya ko'kulisi degan. Nasiyatun kadiba. Qala Sulayman alfi dinarin hadihi fakhudha ya Abu Hazim. Ma min pullarni asla ya Abu Hazim deb. Yani mukofot beribdi. Duosini olganga 1000 pullar beribdi. 1000 pullar degan nech pul bo'ldi hozir? 4 kilo chorak oltin bo'ldi. 1 dinar degan 4 gram chorak oltin. 1 million yendan oshdi. Qala la hajata li biha. Mena unga aysim yo'q debdi. Wala in kanat thamanan lima sami'ta. Agar sen alg'ash nasihat yaxshi duoning puli bo'lib qolsa bu, yani shuni bergan bo'lsa, fa'aklul maytati va dami fi hal ad-darurati, tab bilan qonni zarurat holatida och qilib bunday yeyish ahabbu ilayya min an akhudhaha. Ash mingtillarni og'zimdan bakrak suyimlik. Buning o'rniga men ashqacham qilib shu tabni qon binasini harom narsani bo'lsa, ashini yesam shu yaxshiroq mana. Mingtillarni olmayman. كانت ثمنا ولا إن كانت أجر مشو من الله سن أنلغان مش وزنسيات دعاء مش يخشى جبنا كلوا لبقاسا شنو شن باقين بوسان demek bunu kabul kılmaktır. Şuna göre yapamı? Meyte ve demiriye. Meyte diyen üzü ulap kalgan hayvan. Yani tap demiş. Yiyenlik. Tap. Anlamadın mı? Tap da badı. الميتة والدم قن لا ميتة جان إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه تزوا وجد ضرورته مش الله لنده أشكلك ألقي القبسة شن أدرك قياد بياتن سبقات بلدو دبرسة تواني كم مجد يجنم ما عندهم يخشراف مش. O vaktki padişahlar fakat olsun mübarek namaz yaxşıdır. Namaz yaxşı. Lekin şu çağda da şu alından şu çağda ubda adamның nezerde bunu zulüm qilgan. Nasihat şartida bo'lish yo'q. Ama bir nasihat uchun taqodarlik qilinglar bunda zulm qilmanglar. Nasihat qilganga pulga shuman ekan, Alloh o'ziga haqqini qilib qo'yganga pul tanlasa, bu odamning qadrini tushirayotgan bo'ldim. Bu xalqning yaxshi nimasi bilan
Bunda yaxshi bundan haqni so'zlaydigan, yaxshi taqvodor odamkan, shuni biz bunda yo'qlab qo'ylaylik degan tariqada, boshqa bir muhtoj bo'lmay bunda isl turmush yashasin deb bergan pulim. Uni parvaga nima shaklda emas. Lekin avom bu padişahının pul binasini yaqin yo'latmay, endi erkin hur yashayma degan. Çünkü ağam qol degan qanalda yigilidi. Keyin budaqatim bir shurab qarsa, uning gapi o'tmas yoki bu xalifaga qarshi aniq unday gapni qilolmaydigan bo'ldi. Shunga ammogan gap. Shuni taqvodorlik degan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.